Assalomu alaykum. Qish faslining qahratonida bahorning iliq nafasini sog'inib qumsagan qadrdonlar. Mana, dehqon boboning dalasi tomon, bog'bon otaning bog'i tomon shoshiltirib, bizlarni unumli ish sari chorlaguvchi go'zal bahor yurtimiz uzra tashrif buyurdi. Ha, har bir faslning o'z gashti bor. Har bir faslning o'z husni bor. Mana bugun biz tabiatni oppoq qorlari bilan bezab, qalbimizga oq niyatlarni joylagan, olamni sovuq bo'roni bilan qoplasa-da, dilimizga iliq tuyg'ularni joylagan kumush qish bilan xayrlashib, fasllar kelinchagi bo'lgan bahor bilan diydorlashdik. Azizlarim, barchangizga bahor, Navro'zi olam muborak bo'lsin. Bahorning go'zal gullari kabi go'zal qalbingizga yaxshi orzu niyatlar to'lsin. Tilagan barcha tilaklaringizni Allohim ro'yobini bersin. Navro'zingiz muborak bo'lsin, qadrdonlar.